Assalomu alaykum aziz obunachilar. Yangi yilda yangi traktor bilan o'taman deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun traktorlarimizni narx-navori to'g'risida bir video ishlab o'tishni qaror qildik. Agar videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bir like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa traktorlarimizni narx-navosi bo'yicha tanishtirishni boshlaymiz. Belarus 80.1 traktorimiz 4 porshilli 80 tot kuchine ega 54 bidon traktor. Bu traktorimizni bugungi kundagi narxi 320 million so'm. Belarus 82U1 4 porshilli 80 tot kuchine ega 4 balon tartadavun traktor. Bu traktorimizni bugungi kundagi narxi 340 million so'm. Şu Belarus 80-82 bilan bemalol raqobatlashib, şu traktorlarning ishini qila oladigan traktorimiz Laval 754 traktorimiz. 4 porshilli 75 tot kuchine ega traktor. 4 balon ham tartadi. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 275 million so'm. Tak, yana Belarus traktorlarimiz. Bu traktorimiz уже 892U2 4 porshilli 90 tot kuchine ega уже turbinalı traktor. Bu traktorimizning bahası 385 milyon so'm. Yana bir Belarus 952 traktorimiz. Bu traktorimiz ham 4 porshilli turbinalı 90 tot kuchine ega. Bu traktorimizning 892 dan farqi bunda sinxron korofka, ona nisbatan kuchli korofka turibdi. Bu traktorimizning narxi bugun 395 milyon so'm. Hamda şu traktorlar bilan bemalol raqobatlashib biladigan Laval 904 traktorimiz. Bu traktorimiz ham turbinalı 4 porshilli 90 tot kuchine ega. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 358 million so'm. Keyingi traktorimiz 1025 2 traktori. Bu traktorimiz 4 porshilli turbinalı 105 at kuchine ega traktor. Traktorimizni bugungi kundagi narxi 465 million so'm. Laval P4110 traktorimiz. Turbinalı 4 porshilli 110 at kuchine ega traktor. Bu traktorimizni bugungi kundagi narxi 495 million so'm. Ko'p videolarimizda kommentariyalar bo'lgan ekan. Şu P4110'imizni toza versiyalari kelibdi. Shu to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'ting deb. Toza versiyalari tashqi ko'rinishida o'zgarishi yo'q. Tashqi ko'rinishi bir xil. Salon qismına keladigan bo'lsak, salon qismida piloz ishorna дополнительный сиденье qo'yilgan. И menyusuna rus tili ham kiritilgan. Oldingilarida rus tili yo'q edi, Xitoy tili bilan ingliz tili bor edi. Hozirgi menyusunda rus tili ham kiritilgan. И traktorimizni ishini elektroklapillari bor edi. Yine ishorda endi. И bu yoqda korobkani teyindan shunday klapillari bo'lar edi. Shu klapillari sal kuchaytirilib, o'zgartirilgan. Oldingiga nisbatan kuchlatib ishlangan. Boshqa yerda farqi yo'q. Tashqi ko'rinishi bir xil. Balon, hadovoy hamma yeri o'zgarmagan, bir xil. Lekin oldingilaridan sal kuchlantirilib, takomillashtirilib ishlangan. Endi 6 porshilli traktorlarimiz baholarini o'tamiz. 12-21-3 turbinalı 6 porshilli 136 at kuchine ega traktor. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 610 million so'm. Laval 1654D traktorimiz. Bu traktorimiz ham 6 porshilli turbinalı 165 at kuchine ega traktor. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 578 million so'm. Keyingisi Laval 2004 traktorimiz. 6 porshilli 200 at kuchine ega traktor. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 815 million so'm. Keyin bunda yine gigant traktörümüz Laval 3004 traktörümüz.
6 porşunlu 300 at gücüne ega traktor. Bu traktorumuzun bugungi kundagi narxi 1 milliard 790 million so'm. Endi navbat ag'ala kultivatsiya uchun mo'ljallangan traktorlarimizga keldi. LS 100HS traktorimiz. 4 porşunlu turbinalı 88 at gücüne ega traktor. Bu traktorimizni bugungi kundagi narxi 315 million so'm. Shuni ichida oldina peridokam qo'shib beramiz. Hem 3'lü hem 4 dirjekli bo'lib ishlatishingiz mumkin. Agar yo'q, peridok kerakmidi, men bo'lgan 3 dirjak etib ishlataman desangiz, narxini kelishtirib 295 million so'm etib beramiz. Ikkinchi kultivatsiya uchun mo'ljallangan traktorimiz Belarus 80H. 4 porşunlu 80 at gücüne ega traktor. Bu traktorimizning bugungi kundagi narxi 365 million so'm. Va keyingi kultivatsiya uchun mo'ljallangan traktorimiz Lowell 1104D traktori. Bu traktorimiz ham 4 porşunlu 110 at gücüne ega, 4 balon ham tartadavun. 90, 76, 60 qator oralig'ini 5 переходник diskalari rigrovkasi bilan tushadi. Bu traktorimizni bugungi kundagi narxi 465 million so'm. Siz ushbu texnikalarimizni bemalol leasing, pritsiyani naqd pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Tushunmagan savollar bo'lsa, ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib bemalol savollaringizga javob olishlaringiz mumkin.